Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun Gollandiya parlament binosining oldidagi Xitoy tajovuzchilarini Sharqiy Turkistonda qilgan qirg'inchilikqa munosabatli rasmlarni tizib, o'shada qilgan tinch shakllik namoyishimiz yana boshladik. Tunugun bir kunlik namoyishimiz yaxshi bo'ldi. Nurg'un Gollandiyalik xalqlar Uyg'urlarning navbat vaziyat ahvollaridan xabar topdi. Bəzənlər bildiğanlar varkən, Uyğurların əvvəl əhvallarını, bəzənlər bilməydiğanlar varkən, bilməydiğanlara çırağını düşəndiydik. Bundan başqa gələn sayahatçilərin bu əhvallarını düşəndiydik. Tünügünki namoyishimizdagi ən xoş olan bir tərəfimiz Gollandiya parlament a'zosining birisi keldi, kelib bu kurashdi. Chiroyli qaranglaşdıq, beşlik əhvallik Gollandiya şəxsi əhvallarını düşəndiydik. Bu bildiğin əhvalların hamısını aşağı ceza lagerinin əhvallarını bunu biz bilmeyiz dedi. Hakemen kulağımda ata-anam hayat mı, öldü mü, Xitay'ın cezalığa girdi mi diyen xatni gösterdi. Bununla göz ahvallarını bildim. Ben qanday qilib ata-anamdan xabarini ola olayman. Ben size xat yazsam bulamdı, desem xat yazsam buldu dedi. Bizim Tashqi ishlar ministerimizga xat yazsam ata-anamning izligini tutmaydi desam, ol gap ichida javob ola olaysan dedi. Endi men ata-anam bilan kirishmayotgan yolg'iz men emas, chet elda turayotgan hamma Uyg'urning beshik kelgan kun shu. Bütün Uygurlar ata-anasida urug' tuqqanlar izligini qilmayotdi. Shunga Gollandiyadagi Uygurlar biz o'pchi bir narsa yozsangiz yaxshimi yoki hammamiz o'zimizning ata-onamizni to'g'risida bir narsa yozamdi desam, hammanglar o'zingizning ata-onangizning ism familiyasini, kimlik nomerini, turishlik adresi bilan ayirib avatsanglar Tashqi ishlar ministerligiga 6 hafta ichida bundan javob beramiz biz. Gollandiyaniki Tashqi ishlar ministri Beijingdagi Gollandiya konsulida aloqalashib, ular Xitoyning tashqi ishlar ministri aloqalashib, bu to'g'risidagi ma'lumotlarni sizga yetkazdi. 6 haftada javob berish haqqisi bor dedi. Hozir ham nima ta'til mazgili bo'lganligi uchun balki bir mazgil surilib ketish mumkin, lekin javob ola olasizlar dedi. Shunga Gollandiyadagi qarindoshlarga tavsiyalarim shuki, hammanglar o'zinglar shu xatni menda bor, xatni men sizga yetkazib beray. O'zinglar shu xatni ata-onanglarning urug' tuqqanlarning ism familiyasini, kimlik nomerini, turish adresini yozib, o'zingizning shaxsiy nomida Gollandiya Tashqi ishlar ministriga yo'llasanglar bo'ladi ekan. Bundan boshqa dunyodagi har qaysi yerda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarga tavsiyalarim bo'lsanglar, hammanglar o'zingizning davlat turishliq Tashqi ishlar ministrining oldinlarida yoki parlament binosining oldida bu shakldagi tinch shakldagi ko'rgazma shakllik namoyishlarni uyushtirib, o'zingizning Tashqi ishlar davlatdagi Tashqi ishlar ministriga xat yozish orqali o'zingizning ota-onaning dirkini qila oladi ekansizlar. Shunga ko'pchilik deb qo'ygan narsalarim bu shu. Men xatni yo'llab bo'ldim. Muhabbatsal oldirash, erta uyga mushabbitinki namoyish o'qishga vaqtim yo'q. Oldimiz erta men vaqt chiqarib ash xatninki faqat o'zingizning ota-onasida urug' tuqqanlar ismini kirgizgan yerni bo'sh qo'yib qo'yman. Bu xat lozim bo'lgan men aloqalashsanglar xatni avatib beray. Ularning ota-onangning urug' tuqqanlar isminglar men hech qanday nimasi yo'q. Uni men yig'im qilmayman. O'zingizlar shu yerni to'ldirib Gollandiya Tashqi ishlar ministriga yo'llab bersanglar bo'ladi. Hozir ikkinchi kunlik namoyishimiz boshlash oldi turdi. Bu ishlardan keyin nurg'un qarindoshlar telefon qilib, Facebookda messenjerlar uchur qilib qo'llaganlarga, biz madad berganlarga ko'p rahmatimni aytaman. Undan boshqa namoyishlarimizga yordamlashib, mishaga kelib bizni o'rlashtirib qo'ygan, suv pul akib bizni qo'llayotgan, undan boshqa biz tashkilot variqlarini bostirib bergan, bundan boshqa bu shu tashviqot qog'ozlarini loyilab bergan qarindoshlarimga ko'p rahmat aytaman. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Allah xolisa buniki ishlarimiz tek o'ngishli bo'ladi. Buningdan namoyish ham to'xtab qolmaydi. Hayotdan davomlashtiraman. Uningdagi shanba kuni ya'ni normal Amsterdam dam maydonida 3 oylik har haftadagi shanba kuni mushkil shakldagi namoyishni davomlashtiraman. Rahmat. Mana bu oldimizda turayotgan shu parlament binosi ham kirish egizi. Bu yerda butun shu Gollandiyaniki bosh ministerlari, undan boshqa har qaysi ministerlikdan odamlar hammasi bu yerdan kirib chiqish qildi. Men shuni oldi turayotman hozir. Ayni oyada shu
ministrlik binas aldık qoğdaydigan alaydı qism adamlarımı nimeler var bular. Tünügün baş minister oldu, kelgen bir şeyde küreştik ve Uygur bildi ve Uygurlarni bilmeyen deb. Resim uçuyorlarla bir aparatını çıkarıp boğuşa, işte qo'g'dovchilar keliblarken ikki tarafdan kelib tutib oldi. Sen bana ish kirsang bo'lmaydi deb. Hem resimga tushishga yo'l qo'ymadan vaqt oldirishga, uni boshqa vaqtda ham qilaylik dedi. Bu bir yaxshi bo'ldi. Qanday ministerlar bir kurashdik. Nayt kurashga vaqtimiz 1 minutga bordi hamda anqacha qo'g'dovchilar kelib arivat orliqni oldirishganda. Bundan xavat deb qilaman qarindoshlar. To'xtab bo'ldimi ma'vo? Yo'q, to'xtamadim. Men to'xtamayman. Unda siz 12 ga kelgan kelma.